Allah, bu boshqa liniyasi nima Abbosbek buni? Bitta zo'ridan bor, buni liniyasi krasavchik o'g'li. Qo'chqor akalar, haqiqiy kiygan ekan hamma joyi akalar. Ko'rib turibsizlar. Shoshilib telefon qilaverasizlar. Bugunga haqiqiy zo'ridan chiqadi qo'yiladi. Ha Abbosbek. Xudo xolasa zo'rlar chiqadi. Otib qo'yganmiz o'zimiz. Mana akalar, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Qo'yiladi haqiqiy seryozniylardan yetib kelgan bugunga. Qo'llab-quvvatlab tursalaring, bular narxi arzon chiqadi akalar. Akalar, bugunga chiqadigan video syomkamiz sizlar uchun maxsus bo'ladi. Bittadan like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, bugungi video syomkamiz antiqa video syomka bo'ladi akalar. Namanganga, Tepaqo'rg'onga akalar, qo'ylarni, to'qli sovliqlarni zo'ridan yetib kelgan inshaalloh. Bugunga bo'ladi video obzorini mana shu kanalimizda yangi obunachimizdan inshaalloh chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Bugun 2026-yil 24-aprel hafta kuniga juma akalar. Biz video syomkalarimizni o'sha arzonchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onga kelganmiz. Bugunga ham o'ndaqa qo'ylarda haqiqiy qo'y qilib olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilib qoladigan variantlardan yetib kelgan ekan. Xudo xolasa bularni video syomkasini chiroyli qilib Asha Abbosbek do'stimizdan olib berishga harakat qilamiz. Zo'msiz, charchamay. Assalomu alaykum obunachilar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalda rivoj uchun yo'lida qilib chiqarib beramiz. To'qli qo'zlarni zo'ridan kelgan yarichkalaridan. Dahshatlardan yepti bugunga. Podpishka qilib kommentariyada yozib turaringda, chiroyli qilib qoldirsalaring. Mana. Akalar haqiqiy qo'y qilib olib yuraman, men 5 yil boqaman degan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Haqiqiy qo'ylarda bir qarish jundi ichida emas, akalar hammasi juni olib yungini olib boqishga tayyor qilib qo'yishibdi. Inshaalloh bu yil kuzgacha boqib turib, ozgina yemdan berib akalar bitta qo'chqarni yaxshisini qo'shasiz, yo'qolsam qo'chqari bilan ham ketaveradi. Ichida bitta qo'chqari ham bor ekan. Zo'ridan akalar tarbiyalab olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolaman. Hop, Abbosbek bular haqida ma'lumot berib o'tiramiz. Soni nechta bayda? 16 bosh. 16 bosh. Qo'chqar bilan 16 boshmi? Bitta qo'chqarimiz bor. Qo'chqarda akalar haqiqiy o'ta dahshatidan, krasavchik liniyasidan ekan inshaalloh. Garbonos boshqa tema akalar, quloq tashishlarga ham bitta e'tibor berib qo'yib, like-ni bosib qolsizlar, hammaga nasib qilsin mana qo'chqarlardan baxsh akalar. Ana qo'chqar. Haqiqiy zo'ridan olaman garbonus mana 100 mana aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Telefon qilaverasizlar mana. Dumbarazlari ham o'ta kelgan ekan akalar. Nihoyatda kelgan. Yosh oyligi qanaqa buni? Yosh oyligi 7 oylik hali bahram. 7 oylik. Hali qo'z mana. Gap suhbati bilan qo'zi hali mana. Hali qo'zicha quloqlarini qaranglar. Tomoshlarga kattadan e'tibor berib qo'yasizlar. Asha qo'yaveraylikchi. 20 pilus quloqi. Mana akalar. Hop, Abbosbek bularni yosh oyliklari nima deymiz? Mana 7 oy 8 oylik to'qli 7 oy 8 oylik to'qli qo'zlar akalar. Kuzgacha boqib bitta qo'chqarni yaxshisini qo'shib zot olib yurgan akalar tavsiya qilib qolamiz. Haqiqiy zo'rlaridan akalar. Ko'rib turibsizlar. Bir qarish jundi ichida mana tayyor junlari olingan. Hop, bo'ylari nima deymiz Abbosbek? 80 pilusga olishaveradi. Xolosa sog'lom, yeb-ichishlardan muammosi yo'q mana. Ko'rib turibsizlar akalar. Haqiqiy yeb-ichishlardan muammosi yo'q. Badanini ham o'zi aytib turibdi. Qo'chqar ham zo'r ekan haqiqiy. Qo'chqar dunyasi bor ekan. Mana kelgan. Bir pachka ekan o'zi akalar. Qo'chqarni ham qo'shib olib qo'yinglar, o'zidan ko'payib yuraveradi. Mana qo'chqari bor Bahramjon. Xolos 15 ta urg'ochi, bitta qo'chqor bor ekan akalar. Aloqaga chiqib, shoshilib telefon qilaverasizlar. Soni ham ko'p emas ekan akalar. Jonivorni qaranglar. Haqiqiy krasavchik liniya dedingiz buni? Krasavchik liniya. Hop, buni nima deymiz narxini? Narxini Bahramjon bir joyga bo'lsa 15 ta sovliq borganga. Hop. Abbosbek buni narxidan o'taveramiz-da, xolasa. Nech puldan deymiz buni? Bo'ldi, narxlari Bahramjon bir joyga bo'lsa 15 dona sovlig'imiz 6 million 600 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlab xizmatlari mavjud. Xudo xolasa 6 million 600 ming so'mdan. Voy, buni savdosini yengil qilaylik Abbosbek. Video cho'zmay. Chiroyli qilib 100 dan o'tib bering. Obunachilaringizgami sizlarningiz bo'laman kanalda rivoj uchun. 6,5 dan ketaveradi. Barakasini bersin. Dastlabki qaygacha? Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bitta yarimta tanlab olishadigan bo'lsa, Plus minuslari bor. Telefon qilishaveradi. Aloqaga chiqishaveradi. 6 million 600 ming 6 million 600 dan 100 dan o'tib berdilar. Do'stimiz kanalda yangilar 6,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Mana akalar haqiqiy telefon qilib aloqaga chiqib shoshilib telefon qilaverasizlar akalar. Yaxshi narsa, yosh narsa hamma joyda pul deydi-yu. Qo'chqarni o'zini nima deymiz? Qo'chqarni o'zini shuhratga
Hadi bakalım da 2000 dollar. 2000 ga berasiz. Sizga javob 2000 dollar benzin beraman. Mana akalar kelajagi bor, qo'y qilib tarbiyalab olaman degan aka ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bugunga shularmi Abbosbek? Xolos, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ishlaringizni bitiraverasizlar. 15 donasi. Hammasini olib qo'yinglar akalar mana. Dumbasi osilib ketmagan, hammasi tikka dumba qo'ylar akalar. Ozgina mehr berib, yemini berib, xolos chiroyli qilib boqib tursalar, kuzgacha qo'yga qo'shadigan bo'lib yetiladi akalar. Biz video syomkalarimizni yakunlayveramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Chiroyli video obzor qilishni to'xtamaymiz.